ammo top 3 ta sizlar uchun taqdim etadigan serial uchun modlarni ko'rsatib chiqaman. Qani biz videorolikni boshladik. Undan oldin do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Bitta sakragandan keyin boshlanadi. 3, 2, 1. Sen topligimizning 3-o'rnidan joy olgan. Endi bu güzellarning güzel modimiz. Mana bunaqa qonlar va mana bunday o'lim degan yozuvlar, bular nima deysizlar bilaman. Bular hammasi mana ko'ryapsizlar, mana serial uchun bu mo'son. Такой mo'shatdan qarang. Voy bular, voy aytasizlar-da. O'tda nima bo'lib qo'ydim? Nima bal? Hozir men qayerga kelib qoldim? Ey, kimdir bormi deydi keyinsizlar. Voshda agar serialcha ustoz faring bo'lsalar, men buni qo'yib qo'ysanglar, ya hayron qolasizlar-da. Keyin nimadir bo'ladi. Keyin mashqa borasizlar-da. Oh my god! Shit! Nima uchun? Sizlar bo'pta hazildan yiroqlashamiz va mana bu qo'lis qani birati. Keyin yana sevgidan kuygan chaqaloqlar o'zini qurbon qilishdi. Negerlar. Xo'sh, bo'ldi do'stlar. Bo'ldi do'stlar, topligimizning bu modlarni ko'rib chiqdingizlar. Bu ya'ni horror seriallarga eng yaxshi variant deb o'ylayman. Qani topligimizning ikkinchi modiga ham o'tamiz. Watch out! A few moments later. O'rtoqlar, mana men keldim. Короче, do'stlarim, bu modni bilmagan o'tiribdi har doimgidek bu modni biz. Men kutgan onlar. Oy, qani kim bor, kim yo'q? Let's go man. Let's go brother. Oh, I'm sorry. Let's go. Değiştiler. Telefon patlattı. Bunu anu atsam bırakı. Veşşi küçükken versiyasını ushlab turibman, shunasidan hozir. Animatsiyasini qaranglar. Bu Aruja modi, ya'ni bu modni men sizlarga tavsiya beraman. Sizlar masalan keyin yana nima qanaqa seriallarga tushadi desanglar, ya'ni o'zga sayyoraliklar bilan jang degan serial ana sizlar uchun. Qanaqa seriallar mos bu Arujalar uchun. Xo'sh, apangni ko'ryapsizlar mana. Короче, bu modimiz shulardan iborat edi. Agar like bossanglar, shu mana joygacha ko'rgan bo'lsanglar, unda biz do'stlar keyingi modga o'tamiz. Yana bir sakrashda. 3, 2 va voy! O'xshamay qoldi. O'zimiz usuldan qo'yma. Oxirgi modni bilgan biladi, bilmagan esa o'tiraveradi. Demak, topligimizning birinchi o'rnidagi modimiz. Ya'ni ko'zinglarni bir liqillatish kerak, ha? To'g'rimi? Yoki unaqa emasmi? Yoki menga bunaqa qo'yinglar. Hozir ko'rasizlar-da. Mening bobolarim mana. Mana o'z kartim, mana bu meni bobom, bunisi esa tog'am, bunisi esa meni nima desam bo'larkan, o'gay adam edi. Mana shu o'gay adamni kimda bo'lsa olib kelib beringlar, iltimos. O'gay adamni sog'indim. Shuni rasmini olib kelib beringlar. Kimdiringlar uyda bo'lsa. Juda ham sog'indim. Mayli, hazil bilan bu meni nima desam bo'larkan. Bu pul modi, короче. Ya'ni sizlar masalan chet elga
xuddi chet elda sayohat qilaman desanglar, o'sha seriallarda как раз mana shu pul modi kerak bo'ladi. Uda tak chotki-yu, qaranglar, meni bobom, meni dadam o'gay adam, lekin o'gay adam, lekin osam kelib beringlar, men o'gay adamsiz yasholmayapman. Xo'p, mayli. Mana yana $500 deb berib yuboramiz kimgadir. Samgami, pasholi deb ketdi itam. O'zi nima $500 tashladim? Voy jalot. $500 qaytar. Iblos deb boramiz. Keyin qarasa $500 yerayotgan bo'lsa, demak tegishmaymiz, chunki hali hech kim tegishgani yo'q. Modlarni qayerdan topamiz desanglar, albatta meni Jon Telegram kanalimdan topasizlar-da endi. Telegram kanalimni opisaniyada yoki kommentariyada qoldiraman. Albatta unga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan shu paytgacha va mana shu daqiqalargacha Maestro Gamer bo'ldim. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.